Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Angry Music kanali. Bugun sizlar bilan qanday qilib ovozni Cubase'ga olib kirib va olib chiqishni o'rganamiz, ya'ni sahranit qilishni. Ovozni yozib bo'lgandan keyin sahranit. Bu ko'pchilikda bo'ladigan muammolardan bittasi va ko'p keladigan savollardan bittasi bo'lgani uchun buni video qilib ko'rsataman. Ko'pchilik sahranit qila olmaydi Cubase'da. Buning uchun Cubase'ga kiramiz. Cubase'ga kirganimizdan keyin yangi proyekt ochamiz, new project. Va mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bunga mana bu bo'sh joyga kelib o'ng tugmachani bosamizda edit now track qilamiz. Yangi track ochish uchun. Bu monoda ovoz yozish uchun bu yoqqa ovoz yozib olamiz. Bu yana bitta shunaqa xuddi shunaqa stereo qilsak, bunga stereoga mana bu yoqda yozilgan mono stereo. Bunga qo'shiq tashlasak bo'ladi, ya'ni minusovka tashlasak bo'ladi, boshqa narsa tashlasak bo'ladi. Shu uchun yaxshi bu mana stereo. Chunki qo'shiqlar stereoda bo'ladi. Va bu pastdagisiga ovoz yozib olamiz. Deylik, bu minusovkamiz, bu yoqqa qo'shiq aytamiz. Va buni ishlab bo'lganimizdan keyin sahranit qilishimiz kerak. Sahranit qilish uchun fayliga bosamiz va bu yoqda save turibdi mana ikkita. Bu sahranit, proyektni sahranit qilish uchun. Misol uchun mana bu sahranitga bosamiz. Qayerga sahranit qilishni belgilaymiz, nomini yozamiz, sahranit qilamiz. Bu proyektimiz sahranit bo'ladi. Keyin yana qaytib o'sha proyektga kirsak, mana shu joydan davom ettirsak bo'ladi ishni. Bu o'sha uchun. Faylga bosamiz va exportga bosamiz. Bu yoqda mana audio mixed turibdi. Bunga bossak, mana shunaqa ko'rinish bo'ladi. Ko'pchilikda mana shunda qiynaladi. Nega menda sahranit bo'lmayapti, nima xato deb. Buni kichkina anosi bor. Sahranit qilish yo'li bor. Ko'rishimiz mumkin, mana tepada raqamlar turibdi. Mishkani olib keldik, raqamdan qora joyga o'tkazayotganimizda mana qalamcha chiqyapti avtomatik o'zi. Shu qalamchani bosib turib belgilaymiz. Mana qo'shiqni mana belgilayapmiz tepasiga. Mana shu ko'kni ichini faqat sahranit qiladi endi. Misol uchun qo'shiqni mana shu joydan shu joygacha sahranit qiladi. Buni hammasiga belgilashimiz kerak mana bunday. Yokida buni eng oson yo'li qo'shiqni ustiga bir marta bosamiz va o'zbekcha, ya'ni lotincha P ni bossak, o'zi avtomatik mana belgilaydi tepasiga. Mana shu belgilanmasa, u yoqda sahranit bo'lmaydi. Mana belgilab bo'lganimizdan keyin yana exportga kiramiz boyagi joyga. Bossak, uje mana chiqyapti. Ko'rishimiz mumkin. Birinchisiga qo'shiqni nomini yozamiz. Ikkinchisiga qayerga sahranit qilishni yozamiz. Uchinchisi formati. Qo'shiqni WAV formatda, MP3 formatda sahranit qilish uchun. Hozir bu WAV da turibdi. Buni ustiga bosib, mana MP3 ga o'tkazsak bo'ladi. Va bu yoqdan kачествосini ko'tarib tushirsak bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin. Va exportni bossak, sahranit bo'ldi uje. Yokida ovozni o'zini sahranit qilmoqchi bo'lsanglar, WAV formatda mono faqat ovozni o'zi bo'ladigan bo'lsa, mono exportni bosib qo'yamiz. Mono formatda sahranit qiladi. Ya'ni bu ikkita quloqqa bo'lsa, bitta quloqqa mono qilib sahranit qiladi. Bu videomiz asosiy qaratilgan joyi mana shu qalamcha bo'ldi. Chunki mana shu ustiga chizishni ko'pchilik bilmaydi. Imminni o'sha haqida video ham yo'q. Videoni orasida aytib ketganlar bor. Bu topguncha odamni sochi oqaradi. Endi boshlayotganlar uchun bu rosa kerakli narsa. Mana shu holatda belgilaymiz. Belgilagan joyimiz sahranit bo'ladi. Yoki bu yoqda ko'p ovozimiz bo'lsa, Ctrl A ni bosib turib, P ni bossak hammasini ustiga belgilaydi. Bugungi videomiz mana shundan iborat bo'ldi. Kimgadir foydasi tekkan bo'lsa xursandman. Kanalimizdan uzoqlashmang. Yana ham bundan ham yaxshi videolarni chiqarishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. Kuninglar xayrli o'tsin.